bugungi videoda o'tgan qo'yilgan videoda Ranked Push ana maslahat videosida davomini ikkinchi qismini qilamiz. O'tgan safar gol ikkita qoluvdan adashmasam hozir o'ynab 2800 L gacha ko'tarib qo'ydim. L bu mana o'sha 2800 3000 ko'rsatgan narsasi. Yo'q deyishadi, bilmayman. Короче, ikkita o'yin qo'ygan. Diamondgacha. O'ynab qo'yamiz ekan. Ham tiglarni taqlab Brawl Pass ham. O'ynab ko'paytirib. Endi ikkita o'yin o'rsak. Kartadan to'yim yaxshi. Ko'p mana o'zimni qarasam. Ko'p his, mana agreblение, save. O'shanda Miko ashidor o'ynanar. Buni oldin bilganman. Hozir o'ynab ko'rsak, rostdan ham ekan. Anaqa save oldida devor bo'lsa, o'tda Miko ashidor zo'r bo'ladi. Amallar kirolasizlar ichkariga. Bu yerdan sizlarga chalg'iydi, u yoqdan kelinglar. Yorib tashlaydi. Mana shu qochish ulgurishdan o'tib. Qoch egasi. Pro ko'rgan yo'qdan. Tortmoqchi. Fikir berdim ha. Prям от души uğramayapti yani lan. Tek kızamayap. Ben yoqmay ketolmayman bundaga. Chunki jeti shikotda anaqasini mana qiladi. Safe urun. Hop yana bitta safe minus. Qildimi? Qildim. Bitta ultiga qo'ysam va 9 deyish. Gördük. 9 kesem kimesem bitti. Nime atmadı? Nime atmadı? Atmadı bro, atmadı. Şey. Bence tuz. Ya işte tiçkade boru. Time bo'ldi. Şey. Magalar uch ishlashgandan keyin otmay qoldi. Endi laskinchi bo'ladi. Faqat yana yuz ko'rmasa bo'ldi oxirgi o'yinda. Legendarniy sardob ochildi. Agar omadimizga kelsa, Martian Mars Fame'ni ikkinchisini qilsa bo'ladi. Bu Brawl kartasida Altare, Berry, Bibi, Melody, Jesse, Rico, Zakarchi kontrol qiladigan payslar. Danik, Blizniklar kontrollar ham bo'ladi. O'tish lekin unchamasam Bibilik shu bo'lsa, o'tishgancha bo'ladi. Meg, Edgar o'ynashni bilgan Luko kartada tushiradi. Kerin agar skin Brawl Pass kelsa, to'g'ri bitta dona Brawl Pass olganman. Bitta dona oling. Keyin shu Brawl Pass olgandan keyin nima bo'lib qo'ygan edi. Bor yo'q olmayman. Yaxshi Melody. Yaxshi bos. Gol. Yaxshi. Internet chiqish olmadi. Gadjetim mana Buffy'li gadjet.
Esi katta bor ekan. Melodi. Şey. Şunu. Yok Fatma. Bibi. Şey. Ol. Çıkar ol. Şey. Şey. Ne tuttu? Bence. Çıkı. Yok onu. Fatma. Bir işte oldu. Ama mahvattı ben melodi. Ama o tuttu ekan. Boshqa joyga yo'q. Men yaxshi. Bir bilan kutib olamiz bilan. Gadjetim ishlatordi. Bir bilan etkir. Shu etkirmasda bor. Pizza qoldi. Jonim kamaytirib chiqmasin. Ko'rmasmi? Nima qildilaring? Sekundda qo'yindi. Bilan qotgan ishini. Melodi ulti yig'ir tezroq. Qancha tez yig'sa shuncha. Ko'pdan ishida. Ataka qilib qo'yib. Qo'ltiq bitmasin oxiriga. Qot. Mana lagni kim beryapti shu o'yinchilar? Men o'zimdanmi? Melodi. Davay endi tıklaring. Men qotdi. Qotmagin. İpek turganchilik yo'qmi? Yaxshi. Keke. Nein, Melodi gleich was beenden. Tak. Allah o'zini birinchi ishlaydi. Diamond One bitarkan. Shuni ham yaqinda bilaman. Max bu ham ancha уже bir 20 bo'lsa kerak. Diamond qilgan. 90 plus 94. Hop, endi mana diamond qilgan bergan. Bo'ladi. Diamonddan xiyon turgan. Muncha yo'q. Men birinchi sadro pik olmayman. Hop, spray kimiki bu? Olishamiz. Hop, 7 soat o'tibdi. Spray. Unikальный spray. Sabır kamerasini orqaga sardirib. Anchadan beri videoda bu 9-rangi sardiribman, hali ham ustidan bilmayapti. Qaysi tushunadi. Qo'yib. Yana bitta rangga sardirib. Shunchalik kam shansi. Lekinlarning oxirida yana bitta rang. Nihoyat mo'yi. Skin siladami? Bazlighterlar. Anaqa bittaga sotib oladigan skin. Buni qo'yish kerak emas o'zimda tushadigan qilib boru. Unikальный qilib qo'yish kerak. Legendariy. Iltimos, kredit ber. Kredit ham beraman. Spravdu shuncha qilaman. Kerak emas aytib beradi. Qaysi biri birinchimi, ikkinchimi bo'ldi. Qanday dalada osib qoldiringlar, qaysi biri yaxshi?
Sotib olganimni hozir tushunmaslik. Hop, mana 10 bitta boksdan haliyam nuri tushmadi. 10 bitta boksdan baxil o'rtoqlarimga birinchi boksdan tushgan nuri. Timidlarni ko'payishini ranked o'ynab bo'lganman. Izoh berman, agressiv bo'lmaydi. Короче, Mourinho qasi keladi. 3 ta nabor. Bitta ekan. Mana 3 ta nabor kelishdi. To'g'rimi? Bittadan 19 ming dirham bo'libdi. Ashkrediti 1000 tadan ko'pini o'sha rangga chaklab qo'ygan. 3 ta 1000 ta bersa mayli edi. 3 tadan berib hop. Agar yana bitta qo'yib chiqaylik. Stan Punk nimadir bu? Sezon olti Stan Punk. Mana kelchi. Bunaqa bitta 21 skillda 60 bunaqasi Atilla qiladi bola. Mana bularni seriyani ochish kerak. Mana bu Brawl Pass kiyishdi. Qaysi sezonniki? Ekan biladigan seriyadan ortiqcha biladi. Berigon qilib, yaqinda 58 ga ishlatib oldim. Samini olardim. Men 40 degandim. Yig'olaman desam 40 ta ko'pdi. Mana birobda. Men ko'rgan o'zim naqa nima kiygan. Nima deydi buni? Kaç tekelarni drop. Hop, o 30 tekemga ikkitani ochamiz. Yo'q, ikkita. Barchasini ochamiz, ikkita. Hammasini. Mashina oxirgi paytda yomon omadim kelmayapti. Bitta, ikkita, uchta. Maksimum 3 tushyapti. Qani ko'rasizmi? Mana ketib qoldi. Lili ver. Agar maksimum bitta super damage minti. Gadget cooldown twice faster. Up first. Out nori Creator ikonga yashna Creator ismini qo'yishimga yordam qilaringlar. Twitch'nikini anaqa kommentariyada yozib qoldiraman. Twitch'ga obuna, YouTube'ga obuna, YouTube'dan 100 ta, TikTok'ga endi ochaman. TikTok'dan 1000 ta yig'ishga, Twitch'dan 25 ta yig'ishga yordam qilaringlar. Keyin agar Creator'da ikkinchi urinni olsam, o'sha yerda Brawl Pass keyin uni 30 ga ham shunaqalarga QR kod berar ekan tekin. Agar o'shani yordam qilarsanglar, o'sha obunachilarimni ichidan o'sha Brawl Pass shunaqa beradigan podarkalarni razigrovать qilaman obunachilarning orasida. Hamma ko'rganlar uchun rahmat. Videolarga ko'rishguncha hammaga